مېنىڭ ئوقۇتۇش ئەقىدەم Aptori John Dewey. John Dewey 1859 yıldan 1952 yılgacha yaşagan Amerikalik faylasuf, psixolog ve dunyoga ta'sir ko'rsatgan ma'rif islohchisi. Onun ideyalari nurg'unlagan ijtimoiy islohotlarga sabab bo'lgan. Mən şununğa işinimanki, barcha ma'rif shaxsning, insoniyatning ijtimoiy engiga qatnashish orqali davomlashadi. Bu jarayon umuman shaxsning tug'ilishi bilanla ongsiz ravishda boshlanadi. Ma'rif to'xtovsiz holda shaxsning iqtidorini taraqqiy qildirdi. Engini o'stirdi. Odatlarni shakllantirdi. Etisini tavlaydi va his tuyg'ularini uyg'otadi. Shaxs bu xil ongsiz ma'rif orqali insoniyat qo'lga keltirgan aqliy va axloqiy boyliqlarga barg'ancha qatnashadi. Bu orqali azaldan bor bo'lgan madaniyat kapitalining mirosxo'riga aylanadi. Dünyadaki en resmi ve məxsus ma'rif bu xil umumiy ma'rif jarayonidan ayrılalmaydı. Ma'rif faqat muayyan yo'nalish bo'yicha bu jarayonni tashkillaydi yoki farqlantirdi. Men shuningga ishonamanki, haqiqiy ma'rif bola o'zini bayqab chiqa oladigan ijtimoiy ahvolning talablari orqali balaning qobiliyatining g'idiqlanishi bilan vujudga chiqadi. Bu xil talablar uni bir kollektivning a'zosidek harakat qilishga, o'zida asldan bor bo'lgan qilmish va his tuyg'uning tor ramkasidan chiqib ketishga, o'zi tava topning manfaatini chiqish qilib turib, o'zini his qilishga va tasavvur qilishga yetaklaydi. Bala boshqalarning o'z qilmishiga qaytirgan inkosi orqali bu xil qilmishlarning ijtimoiy ma'nosini to'nib yetadi. Bu xil harakatlarning qimmati mushu ijtimoiy ma'noda ifodalanadi. Masalan, bala o'z go'ngrishiga nisbatan boshqalarning qaytirgan inkosi orqali bara-bara bu xil go'ngrashning qanday ma'nosi borligini bilib yetadi. Bu xil go'ngrashlar bara-bara bo'g'imlari aniq bo'lgan tilga aylanadi. Bala bu orqali tilga yuklangan boy uqum va his tuyg'ularga yetaklanadi. Mən bu xil ma'rif jarayonining psixikalik jarayon va ijtimoiy jarayondan iborat ikki jihatga ega ekanligiga ishonaman. Bu ikki jihatning hech biri yana biridan ustun bo'la olmaydi yoki bulardan qaysi biriga sal qaralmaydi. Bundaq bo'lmaydi ekan, yomon oqibat kelib chiqadi. Bu ikkisidan psixikalik omil asos xarakterlikdir. Balaning tug'ma qobiliyati va iqtidori barcha ma'rifni xam material va bog'lanish nuqtasi bilan ta'min etadi. Agar tarbiyalaguvchining tirishchanligi, balaning tashabbuskori va mustaqil holda shug'ullanadigan harakatlari bilan munosabat o'rnatilmasa, u holda tarbiyalaguvchi tashqi jihatdan besim ishlatguchi va majburlag'uchiga aylanib qoladi. Bu xildagi ma'rifning albatta ba'zi yuzaki unumlar ko'riladigan bo'lsa-mu, biroq bu haqiqiy ravishdagi ma'rif deb atalmaydi. Bu vajidan shaxsning psixik qurilmasi va qilmishi haqida cho'nqur tonishga ega bo'lmagan ma'rif jarayoni plansizlik va dogmalikni o'ziga yuklab oladi. Bu xil ma'rif
agar balaning harakati bilan birdek chiqib qolsa, unumga erisha oladi. Әксічі болғанда, bu xil ma'rif bir bo'lsa balaning tabiati bilan surkilish hosil qiladi, yoki bo'lmasa balaning tabiatini vayron qiladi va yoki asirga ilib oladi. Shuningga ishonamanki, ijtimoiy shartlarga va madaniyatning bugungi ahvoliga oid bilim balaning qobiliyatini to'g'ri tunib yetishdiki shartdir. Balaning o'ziga tushlik qobiliyati va moyilliqi bo'ladi. Biz bu xil qobiliyat va moyilliqni balaga mos holdagi ijtimoiy hodisaga aylantira olmaganimizda, ulardagi qobiliyat va moyilliqning nimadan derak berdiganligini bilolmaymiz. Biz ularning qobiliyat va moyilligini o'tmishdagi jamiyatga elib bora olishimiz va bularga insoniyatning o'tmishdagi harakatining mirosi sifatida qaraya olishimiz kerak. Biz yana balalardagi qobiliyat va moyillikni kelgusiga elib bora olishga moyil bo'lishimiz, bu orqali ulardagi qobiliyat va moyillikning kelgusida qanday oqibat keltiradiganligiga nazar sola oladigan bo'lishimiz kerak. Masalan, balaning qo'ng'igan ovozdan uning kelgusidagi ijtimoiy munosabat iqtidori va so'zlashish iqtidorini bayqab chiqishimiz, bu orqali balaning mushu xil iqtidoriga to'g'ri muomala qila oladigan bo'lishimiz kerak. Men shuningga ishonamanki, ma'rifning psixologiyalik tarafi bilan ijtimoiy tarafi jonliq holda bir-biri bilan munosabatchanlikqa ega. Shundaqla ma'rif ikki taraf o'rtasidagi murassa deb qaralmasligi yoki har qaysi bir taraf yana biridan ustun deb qaralmasligi kerak. Ba'zilar ma'rifning psixikalik jihatdagi aniqlamasi puchaklikka va shaklilikka ega. Ma'rif bizga faqatla ruhiy kuchimizni taraqqiy qildiradigan uqumni ato qiladi. Halbuki bizga bu kuchimizni qaysi jihatlarda ishlatishimizni deb bermaydi, deb qarshidi. Yana bir jihatdan ba'zi kishilar ma'rifning ijtimoiy jihatdagi aniqlamasi ma'rifni majburiy sirtdan kelgan jarayon shaklida ko'zitib, oqibatda shaxsning erkinligini oldin belgilangan ijtimoiy va siyosiy holatga tava qilib qo'ydi deb qaraydi. Men shuningga ishonamanki, agar ma'rifning ikki tarafi bir-biridan ayirib etilib, bir-biriga qarshi qilib qo'yilsa, yuqoridagi qarshi turishlarning har biri to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Insonning ruhiy kuchining zodi qandaq narsa ekanligini bilish uchun uning maqsadi, ishlatilish o'rni va funksiyalarining nima ekanligini cho'qim bilishimiz kerak bo'ladi. Biroq biz shaxsni ijtimoiy jarayon davomida harakat qilib turgan mavjudlik deb tushunmagicha bu xil kuchlarni to'nib yetishdan ojiz kelib qolamiz. Biroq yana bir jihatdan bekitilib bo'lgan ahvol ostida biz faqatli balani uningda bor bo'lgan barcha kuchlarga ega qila olgan chig'imizdala balaga haqiqiy ravishda to'g'ri muomala qilgan bo'lamiz. Demokratiya va zamonaviy sanoat shartlarining o'ttirg'i chiqishi sababli 20 yil keyingi madaniyat andisining qanday bo'lganligini oldin aytib berolmaymiz. Shu vajidan balani kelgusidagi muayyan bir xil holat uchun tayyorlik qildirishimizmi mumkin bo'lmaydi. Balani kelgusi turmush uchun tayyorlik qildirish, balani o'zini o'zi boshqara oladigan qilishdan, balani o'zidagi barcha iqtidorini to'liq ravishda va xohlagan chog'da ishilta oladigan qilib mashqlantirishdan, balaning ko'z, quloq
və qollarını hər qandaq paytda balaның buyruqiga itaat qiladigan asboblardan qilib məşqləndirishdən, balaның hökm qilish iqtidorining u cho'qim önümini jari qildirishi kerak bo'lgan ijtimoiy shartni tushunalishidan, balani iqtisodiy nuqtadan unumlik harakat qila oladigan qilib tarbiyalashdan derak beradi. Biz shaxsning kuchiga, havasiga va qiziqishiga izchil holatda diqqat qilishni davomlashtirmoqcha. Mundaqcha aytganda biz ma'rifni to'xtovsiz ravishda qaytadan psixologiyalik uqum qilib chiqmoqcha. Bu xil madaniyat moslashishiga yetishimiz mumkinsiz bo'lib qoladi. Yig'ib aytganda men shuningga ishonamanki, ma'rif nazariyasi elishga ehtiyojli shaxs bir ijtimoiy mavjudlik bo'lib, jamiyat degan nurg'ulg'an shaxslarning jonliq ravishda bir kishi hisoblanadi. Navoda biz balaning vujudidagi ijtimoiy elementlarni elib tashlasak, qilib qoladigini faqatla bir abstrakt jism bo'ladi. Navoda biz jamiyatdagi shaxs omilini elib tashlasak, u holda qilib qoladigini ruhsiz hayotiy kuchi yo'q kollektiv bo'ladi. Bu sababli ma'rif cho'qim psixologiya jihatdan balaning iqtidor, qiziqish va harakat shakliga bo'lgan tonishidan boshlanishi kerak. Ma'rifni idora qilishdimi, cho'qim psixologiyaning bu jihatlardagi tonishini o'ylash kerak. Biz cho'qim izchil holda bu xil kuch, qiziqish va harakat shaklini ochiq izolashimiz, cho'qim bularning qandaq ma'nosi borligini tonib yetishimiz kerak. Biz cho'qim ularni, ya'ni kuch, qiziqish va harakat shaklini uning bilan munosib holdagi ijtimoiy jismlarning atalg'usiga aylantirishimiz kerak. Chunki bu atalg'ular ularning o'rtaq gavda ichidagi mulozimati va harakati orqali ularga yoshiringan ma'noni ifodalab berishga yordam berdi. Ikkinchi mazmun maktab degan nima? Men shuningga ishonamanki, maktab asosligi bir ijtimoiy tashkilotdir. Ma'rif bir turlik ijtimoiy jarayondir. Shu vajidan maktab ijtimoiy turmushning ifodalanish shakllaridan biri hisoblanadi. Balalarni insoniyat mirosxo'rlik qilib kelgan manba va boyliqlardan eng unumli usulda o'rtaqlasha oladigan qilib tarbiyalash. Bu orqali jamiyatning maqsadi uchun o'z kuchini ishlatishga foydali barcha vositalardan foydalanish qatorliqlarning hammasi maktabdan iborat bu ijtimoiy hayot shakliga mujassamlangan. Shunlashqa men shundoq qaraymanki, ma'rif kelgusi hayot uchun tayyorlik qilish bo'lmasdan hozirgi hayotning bir turlik jarayoni hisoblanadi. Men shuningga ishonamanki, maktab cho'qim bugungi hayotni ayni balalarning uyida, mahallasida va tanarkat maydonlarida beshidan o'tkazgan kechirmishlariga o'xshash haqiqiy qaynam tashqinlikqa cho'kkan hayotni gavdalantirib berish kerak. Men shuningga ishonamanki, har turlik hayot shakllarisiz yoki ashu aslida yashashga arziydigan hayot shakllarisiz o'ttirg'i chiqmaydigan ma'rif faqatla haqiqiy reallik kamchil bo'lgan o'rin bosar narsa bo'lib, bundaq ma'rif cheklamalikka va o'liklikka ega ma'rifdir. Men shuningga ishonamanki, maktab bir qurum yoki muassasa bo'lish sifati bilan real ijtimoiy turmushni oddiylashtirib, uni bir turlik
o'zi ixcham, әмма mazmuni kengri, model shaklga kichikiltilishi kerak. Real turmush shu darajada murakkabki, bala uning bilan bevosita munosabat bog'lishi va u sabablik gangrashga tushib qolmasligi mumkin emas. Bala bir bo'lsa jamiyatdagi ko'p xil jarayon va faoliyatlar tarafidan tunjiqib qilish sabablik muvofiq holdagi inkas qaytarish iqtidorini yo'qotib qo'ydi. yoki har turli faoliyatlarning g'idiqlishi va eziqtirishi bilan o'z iqtidorini muddatdan burun joriy qildirdi va yoki jamiyat bilan birdaklikni yo'qotdi. Men shuningga ishonamanki, maktab hayoti bir turlik oddiylashtirilgan jamiyat hayoti bo'lgan ekan. Undaqda u oila va turmushdan bara-bara taraqqiy qilib chiqqan bo'lishi, balaning oiladagi chig'ida pishiq bo'lib ketgan harakatlarini o'ttirg'i chiqargan va davomlashtirgan bo'lishi kerak. Men shuningga ishonamanki, maktab bu faoliyatni balaga ko'rsatishi, shundaqla ifodalash shakli, bu faoliyatlarni qayta namoyon qilishi, shu orqali balaga bu faoliyatlarning ma'nosini bara-bara tushuntirishi, shundaqla bu faoliyatlarga o'z hassini qo'shqizolaydigan bo'lishi kerak. Men shuningga ishonamanki, bu bir turlik psixikalik zaruriyat. Chunki ma'rif balaning o'sib yetilishidagi izchillikni kapolatga ega qilishdagi birdan-bir chora. U o'tmishdagi tajriba orqali ko'rinishni maktab o'rgatgan yangi uqumlarga yo'tkashdagi birdan-bir yo'ldir. Men shuningga ishonamanki, u yana bir ijtimoiy zaruriyat. Chunki oila ijtimoiy turmushning shakllaridan biri bo'lib, bala oilada beqilishdan va axloqiy tarbiyadan bahramand bo'la oladi. Maktabning vazifasi o'quvchining oilaviy turmushiga munosabatlik qimmat qarashini cho'nqurlashtirish va kengaytirishdan iborat. Men shuningga ishonamanki, kunimizdagi ma'rifning ko'pincha ahvolda mag'lub bo'lishining sababi maktabning ijtimoiy hayotining bir xil shakli ekanligidan iborat bu asosiy prinsipga sal qarashdan bo'lgan. Bugungi ma'rif maktabni ma'lum uchurlarni tarqitadigan, ma'lum darslarni o'rgatadigan yoki ma'lum ish harakatlarni yetildiradigan so'rin qilib qo'ydi. Bu narsalarning qimmati yiroq kelgusida deb qaralg'achqa, balaning kelgusida maktab sirtida boshqa ishlarni qilish uchun balalardan bu ishlarni cho'qim qilishi talab qilindi. Maktabda qiladiğini dal buning uchun tayyorlik qilish bo'lib qolg'achqa, bu narsalar hech qachon balaning hayot tajribasining bir qismiga aylana olmaydi. Shundaqla haqiqiy tarbiyalash roliga ega bo'la olmaydi. Men shuningga ishonamanki, axloq tarbiyasi maktabni bir turlik ijtimoiy turmush shakli deb qarashga markazlashgan bo'lib, eng yaxshi va eng cho'nqur axloq tarbiyasi kishilar xizmat va ideyadagi o'rtaq harakatda boshqalar bilan uyg'un uslubda muomala o'rnatgandila his qilinadi va boshdan kechiriladi. Kunimizdagi ma'rif tuzilmasi bu nuqtani nobud qildi yoki buningga sal qardi. Bu orqali haqiqiy ravishdagi harakat orqali tarbiyani qiyinlashtiribdi yoki uni mumkinsiz holga keltirib qo'ydi. Men shuningga ishonamanki, bola o'zi tava bo'lgan o'rtaq gavdadagi ish harakatlar orqali qo'g'dilinishi, boshqarilishi va kontrol qilinishi kerak. Shuningga ishonamanki, bugungi sharoitimizda bakmo nurg'unlagan g'idiqlash va kontrol qilish o'qituvchi tarafidan kelmoqda.
Buning sababi maktabning bir turlik ijtimoiy turmush shakli ekanligiga bugungi ma'rifning sal qarg'anligidan bo'lgan. Men shuningga ishonamanki, o'qituvchilarning o'rni va xizmatidimi o'xshash asoslar orqali ichkirlab tushuntirilishi kerak. O'qituvchi maktabda o'quvchilarga muayyan uqumlarni yetkazadigan yoki o'quvchilarni muayyan odat va harakat shaklini shakllantirishga majburlaydigan mavjudlik bo'lib qolmasdan, balki o'rtaq gavdaning bir a'zosi bo'lish sifati bilan balani tarbiyalash rolining ta'sirini tanlashi hamda balalarning bu ta'sirlarga muvofiq inkas qaytara olishiga yordam bera olishi kerak. Men shuningga ishonamanki, maktabdagi mashqlar hargizmi bevosita holda o'qituvchi tarafidan emas, bir butun gavda sifatidagi maktab hayotini chiqish qilgan asosda ilib berilishi kerak. Men shuningga ishonamanki, o'qituvchining vazifasi faqatla o'zining nisbatan ko'proq tajribasiga va nisbatan pishqan qarashlarga asoslanib turib, qanday qilib o'quvchilarni turmush tarbiyasiga erishtira olishini qaror qilishdan iborat. Men shuningga ishonamanki, o'quvchining sinflarga taqsim qilinishi va sinf atlishi degandaklarga oid barliq masalalari hamma kishilarga o'rtaq bo'lgan o'lcham asosida qaror qilinishi kerak. İmtihan faqatla o'quvchining ijtimoiy hayotga moslashish iqtidorini sinashdan boshqa narsa emas. Shundaqla imtihon o'quvchining qaysi xil so'rinlarda o'z rolini joriy qildira oladiganligini, qaysi xil so'rinlarda yordamga muhtoj ekanligini ifodalab bera oladi. 3-chi mazmun ma'rifning mazmuni va o'qitish materiallari. Men shuningga ishonamanki, o'quvchining ijtimoiy turmushi uning barcha o'rgangan narsalarining yig'indisining yoki bularning birikmasining asosidir. Ijtimoiy turmush uning ish, harakatlarini birdaklikka, uning barliq tirishchanligi va natijasini bir turlik orqa ko'rinishga ega qiladi. Men shuningga ishonamanki, maktab darsliklarining mazmuni va darslik materiallari cho'qim hayotlikdagi eng ijtimoiy, ongsiz birdaklikning tadrijiy farqlariga tamg'i bosgan bo'lishi kerak. Men shuningga ishonamanki, navoda biz to'satdan o'quvchiga uning ijtimoiy turmushi bilan munosabati yo'q, o'qishliq, yeziqchilik va munosabatsiz jug'rofiya qatorliq tarmoq darsliklarni o'rgatsak, undaqda balaning tug'ma tabiatiga zid ish qilgan, hatto eng yaxshi nazariyaviy unumni taslashtirayotgan bo'lamiz. Bu sabablik men shuningga ishonamanki, maktabdagi o'qitish turlarining o'zaro munosabatining markazida turdig'ini ilm, fanmi, adabiyotmi, tarix yoki jug'rofiyami bo'lmasdan balaning o'zida bor bo'lgan ijtimoiy faoliyatidan iborat. Men shuningga ishonamanki, ma'rif ilm-fan tadqiqoti bilan yoki atalmish tabiat tadqiqoti bilan birdaklik izdisi bo'lmaydi. Chunki insoniyatning ish faoliyatlaridan ayrilgan tabiat aslida bir butunlikka ega emas. Tabiat degan vaqt va bo'shliqdan iborat bir qator o'xshash bo'lmagan jismlardan tashkil topadi. Shuning uchun tabiatni aslida xizmat markazi qilishga urinish markaziy prinsip bilan emas, tarqoq prinsip bilan ta'minlash bo'lib qoladi. Men shuningga ishonamanki, adabiyot ijtimoiy kechirmishning aks etishi va tushuntirilishidir.
u sarguzashtidan burun emas, keyin apreydi bo'ladi. Mushu sabab tufaylidan adabiyot darsliklarning o'rtaq asosi bo'lishga munosib kelmaydi. Men shuningga ishonamanki, tarix o'zi ta'minlagan ijtimoiy turmush va o'sib yetilishning har qaysi taraflarga nisbatan aytganda tarbiyalash qimmatiga ega fan. Tarix cho'qim ijtimoiy turmush munosabatlari orqali texmi cho'nqur kontrol qilinishi kerak. Agar tarixga oddiy holda tarix sifatida muomala qilinsa, u holda tarix uzoq o'tmishga g'arq bo'lib, o'lik, jonsiz bir narsaga aylanib qoladi. Tarixni faqatla insoniyatning ijtimoiy turmushining texmi ilgirlagan bayoni sifatida ko'rgandila, ondan u haqiqiy ma'noga ega bo'ladi. Biroq men shuningga ishonamanki, bolalar faqat o'xshash vaqtda ijtimoiy turmushga bevosita elib kirilgandila, ondan ularda bu xil tushuncha paydo bo'ladi. Men shuningga ishonamanki, maktab ma'rifining tub asosi bolalarning kuchiga bog'liq. Bu kuchlar zamonaviy o'lini solgan o'xshash qurish xarakterlik liniyani bo'ylab echilgan va taraqqiy qilgan. Men shuningga ishonamanki, o'quvchiga o'zining ijtimoiy o'rnini to'nitadigan birdan-bir usul, uni madaniyatlarni shakllantirgan asosiy xarakterlik ish, faoliyatlarga qatnashish fursatiga ega qilishdan iborat. Men shuningga ishonamanki, mushu sabablik atalmish bayon xarakterlik yoki qurish xarakterlik ish faoliyatlar o'zaro munosabatning markazida turishi kerak. Men shuningga ishonamanki, bu maktabdagi tamoq etish, tikkuchilik qilish, qo'l ishi mashq qilish qatorliq jihatlarni o'lcham bilan ta'minlaydi. Men shuningga ishonamanki, bu ish faoliyatlarning kirgizilishi boshqa ko'plagan dars turlaridan sirt qo'shilgan bir qism ko'ngil echish, tangpungliq, haddidan ortiq o'rganish yoki maxsus mahorat o'rganish uchun emas. Men shuningga ishonamanki, ular ijtimoiy harakatning asosiy shakliga texmi bak vakillik qila oladi. Uning ustiga bu xil ish faoliyatlar vositasi orqali bolalarni texmi rasmiy holdagi darslarga elib kirgili bo'ladi. Bu mumkin bo'ladigan, shundaqla intilishga arziydigan ahvol. Men shuningga ishonamanki, zamonaviy ijtimoiy turmushdagi xilma-xil materiallar va usullarni qaror qilishni namoyon qilganlar taqdirda tabiiy fan tadqiqotimi tarbiyalash qimmatiga ega hisoblanadi. Shuningga ishonamanki, davrimizdagi tabiiy fan o'qitishidagi eng cho'ng qiyinchilikdan biri materiallarning bir bo'lsa sap holdagi obyektiv shaklda o'tirg'i chiqishi yoki uni yangicha alohida tajriba materiali sifatida ko'rishdan iborat. Amaliyotda ilm-fanning qimmatga ega bo'lishidagi sabab u bizga bugungacha bo'lgan tajribalarni tushunish va uni kontrol qilish iqtidorini ato qiladi. Biz uni tamoman yangi darslik materiallarining ustilab kirgizilishi sifatida ko'rmasdan, balki bolalarning o'tmishdagi tajribasiga munosabatlik omillarni texmi bak gavdalantirish deb ko'rishimiz. Shundaqla uni texmi oson, texmi unumli holda tajribalarni kontrol qilishdagi qurol sifatida ko'rishimiz kerak. Men shuningga ishonamanki, biz adabiyot va til darsliklaridan ijtimoiy elementlarni chiqarayotganligimiz uchun adabiyot va til darsliklaridagi nurg'unlagan qimmatli taraflar qo'ldan ketdi.
ma'rifga oid asarlarda til umuman degudek ideyaning ifodalanishi sifatida ko'rildi. Til albatta bir turlik logikalik qural. Ammo eng asosligi, eng muhimi, til bir turlik ijtimoiy quraldir. Til bir turlik aloqa vositasi bo'lib, u kishining boshqalar bilan o'z ideyasi va his tuyg'ularini o'rtoqlashishdagi quraldir. Navada til faqatla uchurga erishish vositasi qilib olinsa, yoki o'rganilib bo'lgan bilimlarni ifodalashdagi qurol qilib olinsa, u holda til o'zining ijtimoiy g'araz va maqsadidan ayrilib qoladi. Shu vajidan men shuningga ishonamanki, g'oyimizdagi maktablarning darsliklarida har qaysi fanlarning ilgir keyinlik tartibi mavjud bo'lmasligi kerak. Ya'ni ma'lum fan muhim, ma'lum fanlar muhim emas deyilmasligi kerak. Terjimandan. Agar ma'rif turmush bo'lgan taqdirda, barcha turmushning boshlanishidanla ilm fanga oid bir tarbi, san'at va madaniyatga oid bir tarbi va o'zaro bordi keldiga oid yana bir tarbi bo'lgan bo'ladi. Bu vajidan o'quvchi bu yilda butun diqqatini o'qish va yoziqchilikqa, kelar yilida butun diqqatini adabiyotga yoki tabiiy fanga qaratish kerak bo'ladi. Bunda qilish to'g'ri emas. Darslik materiallarining taraqqiyoti har qaysi darsliklarning tartibiga bog'liq bo'lmasdan, aksicha tajribaning yangicha pozitsiyaga va qiziqishning taraqqiyotiga bog'liq. Oxirida men shuningga ishonamanki, ma'rifni jazman tajribaning to'xtovsiz holda o'zgartirishi deb tushunish kerak. Ma'rif jarayoni va maqsadi tamoman o'xshash bir narsa. Men shuningga ishonamanki, agar ma'rifdan boshqa bir maqsadni egallash kerak bo'lsa, masalan, ma'rifga bir nishon va o'lcham berilsa, bu holda tarbiyalash jarayonidagi ma'no tortib olinadi. Shundaqla biz balalarga muomala qilganda sirtqi soxta g'idiqlashlarga taynishimizni keltirib chiqirdi. 4-chi mazmun metod xarakteri. Men shuningga ishonamanki, metod masalasi eng oxirida balaning iqtidori va qiziqishining taraqqiy qilishidagi tartib masalasiga yig'inchoqlanadi. Darslik materiallarni shakllantiradigan va uni bartaraf qiladigan prinsip cho'qim balaning mijozining taraqqiyot qonuniyati bilan birdek bo'lishi kerak. Bu sababdan men shuningga ishonamanki, tövəndəki bayonlar ma'rifda davom qiladigan ruhni belgilashda to'liq muhim hisoblanadi. Birinchi, men shuningga ishonamanki, o'quvchining xarakterining taraqqiyotida aktiv jihat, passiv jihatning oldida turdi. Ifodalash angliq ta'sirning oldida turdi. Muskullarning taraqqiy qilishi, sezgur a'zolarning taraqqiy qilishining oldida turdi. Harakat, angliq his tuyg'ularning oldida turdi. Ang mohiyat jihatda harakatlantirgich kuch yoki qo'zg'atqich kuchdir. Angliq holat doimla harakat shakli orqali ifodalanadi. Men shuningga ishonamanki, bu prinsiplarga ko'ngilshimaslik maktab xizmatidagi ko'p qism vaqt va zehnning isrof bo'lishini keltirib chiqardi. O'quvchi o'zini passiv, qabul qilinishchan yoki sumirishchan holatga qo'yishga majburlanadi. Bu xil holat o'quvchining o'z xarakteri bo'yicha harakat qilishiga
yo'l qo'ymaydi. Natijada qarshilik kuchi va isrof bo'lishni keltirib chiqardi. Men shuningga ishonamanki, ideyalar, aqli va idrok jarayonlar o'xshashla harakat orqali o'ttirg'i chiqadi. Ideyaning maqsadi harakatni texmi yaxshi kontrol qilishdan iborat. Biz idrok deb atayotgan narsa asosliqi tartiblik yoki unumlik harakat nizomidan iborat. Harakat usuli to'g'risida tanlash va o'rinlashtirish elib bormasdan tushunish iqtidorini va hukm qilish iqtidorini taraqqiy qildirish bizning navbatda bu masalani bir taraf qilish usulimizdagi asosiy xatoliklardan biridir. Natijada biz dogma belgilarni o'quvchilarga sundiq. Belgilar aqliy taraqqiyotdagi zarur omillardir. Biroq ular faqat zehnini xo'ratmaslik uchun o'ttirg'i chiqqan qurollardir. Ular aslida yanada sirtdan zo'rlab tengilgan, qilchi ma'nisi yo'q dogma uqumlardir. Ikkinchi, men shuningga ishonamanki, obraz o'qitishdagi muhim qurol hisoblanadi. O'quvchining o'ziga sunilgan darslardan erishdig'ini shuningdagi shu narsalarga nisbatan shakllangan obrazdan iborat. Men shuningga ishonamanki, agar biz navbatda bolalarning o'rganishi uchun sarf qilgan zehnimizning 90%ni bolalarning uyg'un ravishda obraz yaratayotgan yoki yaratmayotganligiga qaratadigan bo'lsak, o'rganish xizmati intayin osonlab ketgan bo'ladi. Men shuningga ishonamanki, biz navbatdagi dars tayyorligi va uni amalga oshirish jihatda sarf qilgan nurg'un vaqt va zehnimizni texmi oqilona, texmi unumli holda o'quvchini obraz yaratish iqtidori jihatdan mashqlantirishga sarf qila olamiz. Shundaqla uningga davomli turda tajribalar orqali uchrashgan o'xshamagan jismlardan shakllantira oladigan ro'shan, jonliq va kengishchanlikqa ega obraz yaratishga diqqat qila olamiz. Uchinchi, men shuningga ishonamanki, qiziqish kun sari taraqqiy qiladigan kuchning signali va simvolidir. Shuningga ishonamanki, qiziqish o'sib yetilish ichidagi qobiliyatlarni namoyon qiladi. Shuning uchun o'quvchining qiziqishini izchil holda diqqat bilan kuzatish o'quvchiga nisbatan bakmi muhim. Men shuningga ishonamanki, kuzatish talab qilingan bu qiziqishlar bolaning taraqqiy qilib qaysi bosqichga yetganini namoyon qiladi. Shuning bilan birga bolaning kirishmoqchi bo'lgan ashu taraqqiyot bosqichidan signal berdi. Men shuningga ishonamanki, cho'nglar bolaning qiziqishiga hesdashlik qilgan asosda ularni izchil turda kuzatgandila, ondan bolalarning turmushiga kirisha oladi. Shundala bolaning nimaga tayyorligi borligini, qanday material ishlatsa eng oson bo'ladiganligini va bu xil tayyorlik xususiyatining qanday qilganda eng unumli holda taraqqiy qiladiganligini bilib yetalaydi. Men shuningga ishonamanki, bu qiziqishlar o'z mayliga qo'yib o'tilmasligi, shundaqla cheklab qo'yilmasligi kerak. Balalarning qiziqishini cheklash, balalarning o'rnini cho'nglarning elishi bo'lib, bundaq qilish aqliy jihatdan qiziqishni va sezgurlikni tuvallatib o'tadi. Ijodchanlikni bo'g'ib, qiziqishni tunjuqtirib qo'ydi. Qiziqishni o'z mayliga qo'yib berish vaqtliq bangvashlikning, uzoq mezgillik planning o'rnini elishi demakdir. Qiziqish doimli yoshirin holatda turgan bir turkum kuchning signalidir.
bu vəcidən moyun bolğını bu xil күшni bayqashdan ibarat. Qiziqishni o'z mayliga qo'yib berishning natijasi muqarrar holda o'z beshimchilik va g'alati o'y-xayollarning haqiqiy qiziqishning o'rnini elishi bo'lib tugallanadi. Axırda mən şununğa işinimanki, his tuyg'u ish harakatga qaytarilgan inkastur. Mən şununğa işinimanki, his tuyg'uni g'idiqlash yoki qo'zg'atishda uyg'un harakat qo'llanilmaganda, bu hol bir turlik sog'lom bo'lmagan kasal ro'yi holatni keltirib chiqardi. Mən şununğa işinimanki, biz faqatla haqiqat, yaxshilik va go'zallikdan foydalanib turib, ish harakat va ideya jihatdagi to'g'ri odatni tiklay olsak, his tuyg'u o'z-o'zini cheklay oladi. Men shuningga ishonamanki, o'liklik, go'mishlik, shaklvozlik va do'ramchilikni hisobga olmaganda, ma'rifimizga ko'ngilsizlikdanmi bakrak tahdid soladigan narsa yo'q. Men shuningga ishonamanki, bu xil ko'ngilsizlik his tuyg'uni ish harakatdan ayirib o'tishga urinishning muqarrar natijasidir. 5. mazmun maktab va ijtimoiy taraqqiyot. Men shuningga ishonamanki, ma'rif jamiyatni taraqqiy qildirish va isloh qilishning asosli chorasidir. Men shuningga ishonamanki, nuqul holda qonuniy belgilamalarni yoki muayyan jazolash, qo'rqitish tadbirlarini tuzish yoki sirtqi mexanik islohot qila tayinish vaqtliq chora bo'lib, bu oxirgi hisobda behuda ovorchilikdan boshqa narsa emas. Men shuningga ishonamanki, ma'arif shaxsning ijtimoiy ongni o'rtaqlashish jarayonining belgilamalaridan iboratdir. Shundaqla bu xil ijtimoiy ongni asos qilgan shaxsiy faoliyatining o'zgarishi jamiyatni o'zgartirishning birdan-bir ishonchli yo'lidir. Men shuningga ishonamanki, bu xil uqum o'z navbatida ham shaxsning g'oyasiga, ham ijtimoiy g'oyaga tegishlik ahamiyat berish kerak. Uning shaxsiyligi shu yerda ifodalanadiki, u muayyan xarakterning shakllanishini ko'ngildagidek hayotning birdan-bir real asosi deb taniydi. Uning ijtimoiyligining ifodasi shuki, u bu xil to'g'ri xarakterning shakllanishi nuqul holda shaxsiy vaz nasihat, ulga ko'rsatish yoki qoyil qilish orqali emas, balki muayyan shakldagi tuzum turmushi yoki ijtimoiy turmushning shaxsga ko'rsatgan ta'siri orqali shakllanadi deb qaraydi. Chunki bu qarashdan ko'ra jamiyat organizmi o'zining quroli bo'lgan maktab orqali axloqning natijasini belgilaydi. Men shuningga ishonamanki, ko'ngildagidek maktabda shaxsiy g'oya bilan ijtimoiy g'oya o'zaro kelishish holatida bo'lishi kerak. Shu vajidan men shuningga ishonamanki, jamiyatning ma'rifga bo'lgan mas'uliyati uning eng yuksak axloqiy mas'uliyatidir. Jamiyat qonun, jazo, tashviqot va muhokama orqali ozdir ko'pdir tasodifiylik aralashgan bir ravishda o'zini tangshaydi va shakllantirdi. Lekin ma'rif orqali jamiyat o'z muddaosini aniq ifodalay oladi. O'zining vosita va boyliqlarini sistemalashtira oladi ham shu orqali aniq va unumli holda o'zi orzu qilgan yo'nalishga qarab o'zini qurib chiqa oladi. Men shuningga ishonamanki, jamiyat ashu yo'nalishga qarab ilgirlash mumkinchiligini
va mushu xil mümkinchiliklar o'ziga yuklagan majburiyatni e'tirof qilgan hamon ma'rifchining o'zi ega bo'lgan vaqt, zehn va pul qatorliq boyliqlarni xohlagancha ishlatishini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Men shuningga ishonamanki, ma'rif ishlariga qiziqadigan har bir kishi maktab jamiyatni taraqqiy qildirish va isloh qilishning asosi va unumli quroli degan tonishda ching turib, shu orqali maktabning muhimligini jamiyatga bildirishi, shundaqla ma'rifchini zarur aslahalar bilan ta'minlab, uning o'z majburiyatini ado qilishiga imkon hozirlab berish kerak. Men shuningga ishonamanki, ushbu tasavvurdagidek ma'rif, ilm-fan va san'atning insoniyat tajribalaridagi tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng mukammal, eng zich bir kishining namoyandasidir. Men shuningga ishonamanki, insoniyatning turli iqtidorini shakllantiradigan va bularni jamiyat ishlari uchun mulozimat qildiradigan bundaq san'at eng yuksak san'atdir. Mushu xil san'atni tamomlay oladigan odam eng usta san'atkordir. Bu xil jamiyat ishlariga nisbatan mayli bayqash iqtidori, mayli kuzatish iqtidori, mayli farosat yoki harakat iqtidori hargizmo noiti ustunligi sabablik joriy bo'lolmay qolmaydi. İctimai fanlarning taraqqiyoti bizning shaxsni muvofiq tashkillash to'g'risidagi bilimimizni oshirdi. Barliq ilm-fan manbalarini ma'rifning muddasi uchun xizmat qildirishga bo'ladi. Men shuningga ishonamanki, ilm-fan bilan san'at mushu shaklda qo'l tutishsa, insoniyat eng kuchlik harakatlantirgich kuchga erishib, insoniyatning ilhom buloqlari bulduqlab etilib chiqadi. Inson mahiyati qodir bo'lgan eng yaxshi mulozimat kapolatga ega bo'ladi. Eng oxirda men shuningga ishonamanki, o'qituvchi nuqul holda shaxslarni tarbiyalayotgan bo'lmasdan, o'z navbatida yana to'g'ri ijtimoiy turmushni shakllantirayotgan bo'ladi. Men shuningga ishonamanki, har bir o'qituvchi o'z kasbining qadr-qimmatini to'nib yetishi kerak. O'qituvchi muvofiq ijtimoiy tartibni qo'g'dash va jamiyatning sog'lom taraqqiyotiga kapolatlik qilish burchini zimmasiga elish uchun kishilar to'pi orasidan tanlab chiqilgan jamiyat xizmatchisidir. 1897-yili 1-oy. Hikmetyar Ibrahim terjim qilgan. Maqolaning manbasi Uyg'urlar tor ژورنىلىنىڭ 2 sanidan elindi.